Farhod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yurak kasalliklari bo'yicha bir nechta savollar bor edi. Marhamat. Yurak kasalliklarini keltirib chiqaruvchi organizm uchun xavfli bo'lgan mahsulotlar. Pishiriqlar, shirinliklar, kartoshka fri, chipslar, yarim tayyor va dudlangan mahsulotlar. Yurak kasalliklarini asosiy klinik belgilari, ya'ni bemorlarni asosan qaysi shikoyatlar bezovta qiladi? Agar sizda arterial qon bosimi 140-90 mm ustidan yuqori bo'lsa, chap ko'krak sohasida xanjarsimon og'riq kuzatilsa, undan tashqari chap qo'lda og'riq, uvishlar kuzatiladigan bo'lsa, darhol kardiolog qabuliga borish kerak bo'ladi. Yurak uchun xavfli hisoblangan dori vositalari. Bular og'riq qoldiruvchilar, antibiotiklar, jig'ildon qaynashiga, ich suradigan, siydik haydovchi dori vositalar. Bularning barchasini shifokor nazoratida, shifokor ruxsati bilan qabul qilish kerak bo'ladi. Yurak kasalliklari profilaktikasi uchun qaysi asosiy tekshiruvlardan o'tib turish kerak bo'ladi? Bu tekshiruvlar 6 oy yoki 1 yilda bir o'tkazib turiladi. EKG, echokardiogramma, umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, lipid spektri, ALT, AST, kreatinin, mochevina, bilirubin hamda S reaktivniy oqsillar